Azamat qoch, azamat. Yo'qqa. To'lab ketishlaringni. Jo'rajon, shoshmagin. 3 kunga qaytamiz. Bitta ishimiz bor. O'shani urib kelamiz, pulini olib kelamiz, rasvo qilgan joyimizni to'g'rilab beramiz. Zalogga o'g'lim Xolmurod, jigarim turib turadi. Usta bu qachon qaytamiz? Qanaqa qaytasan? Xolmurodni 3 kun boqsin, o'zi haydab yuboradi. Ketdik. Azamat. Bu yerga ish ko'p jo'ra. Ustobo, mana shu yerdan hozir ishni boshlaymiz, lekin bitta yomon yangilik bo'ldi. Obed bermaysizlar. Yo'q, kranni ta'minlashyapti. Sizlar ungacha damlarni olib turinglar. Shunaqa ish top degan edimda, qara, ustani qadriga yetay ekan. Usta ana shu dam olib ishlash kerak. Qancha usta dam olsa, shuncha effekti, shuncha zo'r bo'ladi. Xo'p, ustobo, biz hozir Toyloq tuman markazida qadar rostlaydigan yangi O'zbekiston massivida turibmiz. Ushbu massivda 4816 ta xonadon quriladi. Mana usta bu Abed. Azamat, biza qurilishgami yo sanatoriyagami jo'ra? Qurilishga usta bu. Tayloqdagi yangi O'zbekiston massivini borgan sari yaxshi ko'rib boraman, Azamat. Boshlang usta bu. Qo'shida o'zingiz bilan olyapsizmi? Ha? Gigiyenada, Azamat. Ustobo, Mana turdik aka. yo'q, kran bir soatda tayyor bo'lar ekan. Shuni aytgani keldim. Ha, shuni odamaysizmi, aka? Katta ishga shoshilmasin. To'g'rilasin, xavfsizlik birinchi o'ringa. Bitguncha biza dam olib kutib turamiz, aka. Yangi O'zbekiston massividagi bizning uylarimizni subsidiyaga 20 yillik ipoteka kredit asosida 4 yillik va 2 yillik bo'lib to'lash asosida olishingiz mumkin. Azamat, bu nima qilyapti bu? Donni reklama qilyapti usta bu. Biz ham reklama qilmaymizmi? Attismiz, ha? Lekin bu o'yla ham moshina qurilyapti. Xolmurodga bitta bo'lib to'lashga olmasam bo'lmaydi, jo'ra. Menga ham olar usta bu. Ha, keyin kelsang olamizda. Azamat, mana men bilan 7 yildan beri yuribsan. Nimani o'rganding mendan? Kayf qilib yashashni o'rgandim usta bu sizdan. Kayf qilib yasha jo'ra. Men har kimga ham o'rgatavermayman.